Dadajon. Xudojon. Yo, astagfirullah, Xudoki. Kelinglar qani? Ha, qaynonam bilanlar. Assalomu alaykum. Masada o'tkazinglar zakonni. Ha, yog'likkina ekanda. Hazır. Kelinizni nima ish qilishlarini bilasiz. Bilamiz, zakonni bilamiz, hamsoyalar ham biladi. Rahmat, bizdan birga. Yo, Ne? Xudoim o'zimni. Mana shu uyda o'ziznikida ish qilaverib, bemalol yashayvering. Ha. Ha, bir 200. Ya, 100 ishlagandan keyin 100 olasan. Meniki 500 bo'lsa, seniki 100 man. Cho'ta biznikilarni to'p-to'p qo'yibdilar. Maslaza bor. Maslaza bor zakonda. Shuncha kuchak bo'lib ichimiz qizga $100 berdik, tualet kirdi, qornim og'ridi deb chiqmadi. Ittalab telefonni kreditidan telefon bo'libdi-da. Bundan ham battar bo'lagan kunlaring kelyapti sana. Halkash o'tib o'ylana shunday. Xotining nima qo'shdi? Xo'p, bilmasam, tualet bo'lib keladigan. Sizlar beraymi? Bala. Kecha masachi $500 ga uxlatib ketdi, maslahat kelaman. Xudong nima qo'shdi? Bilmasak. Bilmaymiz.